Rossiyaga yangi ekan musofalarni 5 ta qilish kerak bo'lgan asosiy hujjatlar bor. Hammasini bir joydan qilib beramiz. Sinir, biometriya, goslugi, sim karta va bank kartalar 500 rublga o'zingiz uchun biznes sim karta olsangiz bo'ldi. Bizning manzillar Petrovskiy Razmovskiy metro 9 va 10 liniyaning birinchi vixtida joylashgan. Va bundan tashqari pasport perevod va оставленный gosuslug turli bor qo'lida bo'lsa, o'dam ham qilib beramiz. Va har oyning oxirida bitta klientimiz bitta telefon yutib olish imkoniyati bor. Bizga yaqin shaharlar Gorod, Lobni, Iksha, Dimitrov, Zelenograd hammasi yurib kelasizlar. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, NATOning bosimi bilan Yevropani qurol-yarog' ishlab chiqaruvchilari Kiyevga uzoq masofaga uchuvchi Neptun 2 raketasini rivojlantirishda yordam berishga rozilik bildirdi. Bloombergning ma'lum qilishicha, Yevropani qurol-yarog' ishlab chiqaruvchi MBDA kompaniyasi Ukrainadagi Luch konstruktorlik byurosi bilan Neptun 2 qanotli raketasini birgalikda ishlab chiqish bo'yicha o'zaro kelishuv memorandumini imzoladi. Unda ma'lum bo'lishicha, hamkorlik Neptun raketasini yanada takomillashtirish hamda uni yangi versiyasi uchun uzoq masofaga, aniqrog'i Moskvaga zarba berish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan bo'ladi. Aslida gap Yevropa texnologiyalari va sanoat kooperatsiyasi yordamida Ukrainani uzoq masofali raketa dasturini kuchaytirishga qaratilgan urinish haqida ketmoqda. Eslatib o'tamiz, Chexiyaning Novinki agentligining xabar berishicha, 16-iyun kuni Chexiya armiyasi tanklarni ko'chirishni yangi usulini sinovdan o'tkazgan va ularni avtomagistrallar bo'ylab o'z yurishi bilan harakatlantirishni yo'lga qo'ygan. Ilgari tanklar faqat temir yo'llar orqali yoki maxsus tirkamalarda tashilar edi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, sinovlarda Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard 2 tanklari ishtirok etgan. Chexiya bu tanklarni Ukrainaga o'zini T-72 tanklarini yetkazib bergani uchun kompensatsiya sifatida olgan edi. Bundan avval Germaniyada Yevropadagi eng yirik avtoterminalni ehtimoliy urushga tayyorlash doirasida tanklarni tezkor ko'chirish uchun modernizatsiya qilish rejalari haqida xabarlar tarqalgan. Novinki agentligining xulosa qilishicha, Yevropa ittifoqi tobora iqtisodiy birlashmadan harbiy yo'nalishdagi ittifoqqa, aniqrog'i yangi NATOga aylanib bormoqda. Uni a'zolari qayta qurollanish jarayonlarini jadallashtirmoqda va qurol-yarog' uchun ajratilayotgan xarajatlarni oshirmoqda. Qisqa qilib aytganda, Yevropa katta urushga ochiqchasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eshitmaganlar uchun eslatma, katta yettilik davlatlar yetakchilari Fransiyada bo'lib o'tgan uchrashuv yakunlari bo'yicha Ukrainaga kelasi qishni yengib o'tish uchun qo'shimcha yordam kerak bo'lishini ma'lum qildi. Qo'shma bayonotda shuningdek, Rossiyaning neft-gaz sektoriga nisbatan yangi sanksiyalar bosimini kuchaytirish rejasi ham qayd etilgan. Bundan tashqari, katta yettilik mamlakatlari Kiyevga havo mudofaa tizimlari hamda uzoq masofali qurol-yarog' yetkazib berish hajmini oshirishga kelishib olgan. Katta yettilik davlatlari talqiniga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Eron o'rtasida Hormuz bo'g'ozini qayta ochish bo'yicha tuzilgan kelishuv Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yanada kuchaytirish uchun sharoit yaratadi. Yevropa ittifoqi tahlilchilariga ko'ra, Hormuz bo'g'ozini ochilishi natijasida uzog'i bilan 2 oy ichida Rossiya rubli qadrsizlanib, dollar kursi 85 rublgacha yetishi mumkin. Hozirda rubl neftni yuqori narxlari, import uchun xorijiy valyutaga bo'lgan talab hamda yuqori asosiy foiz stavkasi hisobiga mustahkam turibdi. Neft narxini pasayishi rubl kursini zaiflashishiga va davlat byudjeti taqchilligini qisman qoplashga xizmat qilishi kutilmoqda. Euronews agentligi prognozlariga ko'ra, rublni bosqichma-bosqich qadrsizlanishi avgust oyi oxiridan boshlanishi mumkin. Endi Ukrainani halokatga uchragan qiruvchi samolyoti va Kiyev dronlari haqida qisqacha so'z yuritamiz. Strana agentligining xabar berishicha, 16-iyun kuni Xmelnitskiy viloyatidagi Moskalyovka qishlog'i yaqinida Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining 7-taktik aviatsiya brigadasi tarkibiga kiruvchi Su-24 bombardimonchi samolyoti halokatga uchragan. Hodisa oqibatida ekipajning har ikki a'zosi, mayor Bogdan Zagarulka va katta leytenant Bogdan
Labinka halok bo'lgan. Ukraina havo kuchlari va Kiyevdagi bosh shtab hozircha halokat sabablarini ochiqlaganicha yo'q. Aytgancha Moskva meri Sergey Sobyaninning o'zini Maxdagi sahifasida qayd qilishicha, Moskva atrofiga o'rnatilgan havo mudofaa tizimlari 17-iyunga o'tar kechasi Ukrainani poytaxtga yo'l olgan 18 ta dronini urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. RIA agentligining axborotiga ko'ra esa 17-iyunga o'tar kechasi havo mudofaa tizimlari Kiyevni umumiy 157 ta dronini yo'q qilgan. Voqealar va juni birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.